Assalomu alaykum, Kimyo biz Telegram va YouTube kanali obunachilari. Demak, bugun sizlar bilan kompyuter savodxonligi ruknidagi navbatdagi video darsimizni tayyorlamoqdamiz. Demak, bugungi darsimizning mavzusi, ya'ni Excelda misol uchun milliy sertifikatga ega bo'lgan o'quvchilarimizni majburiy fanlardan, asosiy fanlardan misol uchun darajasini baholagan holatda hozirgacha necha ball yig'a oldi, shu narsani demak statistika qilish uchun bir Excel jadval yaratdik, xudo xolasa, va mana shu jadvalni ishlash tartibi bo'yicha tushuntirish va qanday foydalanish bo'yicha tushuntirish bo'yicha video qilmoqdamiz. Balkim bizda mana shu qilgan loyihamizni kimlardir уже qilib foydalanayotgan bo'lishligi mumkin. Bizga bu tomoni qorong'u, faqat bizning maqsadimiz demak insonlarga mana shu borada yordam berishdan iborat bo'ladi. Xo'p, ushbu loyihamiz, ya'ni Kimyo biz Telegram va YouTube kanalidagi kompyuter savodxonligi videolari hech qanday moddiy va inson manfaatlarini ustun qo'ymaydi, faqat shu bilganlarimizni insonlarga ulashishdan iborat. Demak, boshlaymiz. Xo'p, demak, quyidagi ko'rinishdagi Excel fayl yaratdik. Bu yerda ro'yxat bo'ladi. Birinchi qatorda, ikkinchi qatorda o'quvchilarning ism familiyalari, uchinchi qatorda yo'nalishlari, endi misol uchun xususiy maktablar bo'lishi mumkin yoki o'quv markazlari bo'lishi mumkin, bir nechta yo'nalishli o'quv markazlar. Keyin misol uchun bu yerda 3 ta majburiy fan, ona tili, matematika, tarix, sertifikat darajasi va sertifikat foizi yoziladi. Keyin birinchi fan, bu yerga yozilgan yo'nalish bo'yicha birinchi fan daraja sertifikat bo'lsa agar darajasi va foizi, va ikkinchi fan sertifikat darajasi va foizi yoziladi. Agar qaysidir fandan sertifikati yoki beshala fandan ham sertifikati bo'lmasa, hech narsa yozilmay qo'yiladi. Ball hisoblamasdan 0 da turaveradi. Lekin misol uchun bitta fandan sertifikati bo'lsa ham yozish kerak bo'ladi. Misol uchun qarang. Birinchi o'quvchimiz, misol uchun o'zimni yozay, Rustamov Temur misol uchun. Birinchi o'quvchimizda yo'nalishi misol uchun biologiya plus kimyo yo'nalishida. Bu yerda birinchi yozishda e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda birinchi yozgan fanimiz birinchi fan bo'ladi. Mana bu joyda asosiy 3/1 ball hisoblaydigan. Ikkinchi yozgan fanimiz ikkinchi fan hisoblanadi. Misol uchun meni ona tilidan S darajadagi sertifikatim bor. S daraja bo'lsa 71%. Foizni yozganda men bu foiz belgisini yozish shart emas. Yozsangiz ham bo'laveradi, farqi yo'q. Lekin yozmaganingiz ma'qul. Turursin. Bu 100 ga ko'paytiraveradi baribir. Endi foiz belgisini yozib qo'yaylik mayli. Xo'p, keyin matematikadan sertifikatim yo'q. Misol uchun tarixdan bor, misol uchun S plus bor. 82%lik S plus bor. E'tibor bering, men foizni yozishim bilan umumiy ball hisobi o'zgarmoqda. Misol uchun tarixni foizini o'chiraman, ball o'zgaradi. Joyga qaytaraman, ball yana 22 ball bo'lib turaveradi. Xo'p, misol uchun keyin men birinchi fandan yana B plus sertifikatim bor. Misol uchun 96.45%lik. Foizni yozaverasiz, necha foiz bo'lsa ham ballni shunga qarab hisoblaydi. Foizda hisoblab ketdi. 96.45%lik mana. Hozir buni to'g'rilab olamiz. Mana shunday yozasiz va bu yerda misol uchun ikkinchi fan bo'yicha sertifikati yo'q bo'lsa, mana shu ballni hisoblab turaveradi. Bu 96.45%. Mana 101.7 ball bo'lyapti. Hozir mana bu o'zgarib ketdi, mayli. Xo'p, endi boshqa bir o'quvchi misol uchun bo'lsin. Ikkinchi bir o'quvchida shunday o'quvchilar bo'ladi. Misol uchun faqat majburiy fandan aziz bo'lsa, misol uchun matematika, fizika yo'nalishi bo'yicha. Misol uchun B darajadagi sertifikati bor, 91%lik. Matematikadan misol uchun A darajadagi sertifikati bor, 100%lik. Asosiy blogida ham misol uchun matematika birinchi yo'nalish bo'lgani uchun buni ham
A darajadagi sertifikat deb yozib qo'yamiz mana va 100% qilamiz. Xo'p, tarixdan misol uchun S plus darajadagi sertifikat bor, 85% lik yozasiz. Mana 126 ball bo'lib turaveradi. Misol bu yerda yo'q. Xo'p, nimani aytmoqchiman? Bu yerdagi majburiy fanlar bo'yicha bilamiz, har qanday turdagi sertifikatga biz bilamiz, majburiy fanlar bo'yicha maksimal ball beradi. Biz ham formulaga aynan shu narsani kiritganmiz. Misol uchun yozmasangiz ball bermaydi. Misol uchun Anvarova Diyora bo'lsin, misol uchun o'quvchi, ha? Xo'p, kim? Tarix, misol uchun ingliz tili bo'lsin yo'nalishi. Misol uchun bu o'quvchimizning majburiy fandan umuman sertifikati yo'q, faqat ingliz tilidan, ingliz tili demak, tarix ona tili qilaylik, misol uchun. Tarix ona tili ham asosiy. Mayli, ona tili bo'lsin, mayli. Ona tilidan A darajadagi sertifikati bor. Misol uchun ikkinchi blok A daraja, to'g'rimi? 100% yozasiz. Mana ikkinchi blok uchun 63 ballda o'zi hisoblab turadi. Endi A bo'lgandan keyin bu yerga ham qo'shadi. Mana shunday qilib yozib chiqarasiz. Keyin yozib bo'lganingizdan keyin ro'yxatni pastiga tushsangiz, misol uchun bu yerda o'rtacha foizlar. Bu birinchi foizimiz majburiy fan ona tili bo'yicha guruhingizdagi hozirgi sertifikatlarning umumiy foizi. Va bu foiz faqat sertifikat olgan o'quvchilarninggina shu o'rtacha foizdan kelib chiqadi. Ya'ni umumiy sondan kelib chiqmaydi. Misol uchun sizda 100 ta o'quvchi bo'lsa, shundan 10 ta o'quvchida ona tilidan sertifikat bo'ladigan bo'lsa, ana shu 10 ta o'quvchini o'rtacha foizini hisoblaydi. Ya'ni hammani foizini hisoblab olmaydi, faqat sertifikat mavjud bo'lganlarda. Xo'p, bu yog'imiz matematika, bu yog'imiz tarix majburiy, bu uchalasi shunda majburiy fan. Bu hozir 100% bo'lib turibdi. Endi hammasiga sertifikat yozib tashladik-ku. Birinchi fan asosiy, bu ikkinchi fan asosiy bo'yicha. Mana bu joyga o'rtacha umumiy ballni ham chiqarsa bo'ladi. Endi bu umumiy ro'yxat bo'lgandan keyin shakllantirilsa bo'ladi. Mana shu shakldagi Excel jadvali va bu jadvalni men sizlarga bemalol ulashishim mumkin va Kimyo Biz Telegram kanalida mana shu video post chiqqandan keyin keyingi postda albatta mana shu faylni Excel holatida foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Bu boya aytganimizdek hech qanday pullik yoki boshqa narsa emas. Tushunmay qolsangiz bemalol menga murojaat qilsangiz bo'ladi. YouTube'da bo'lsa ham, Telegramda bo'lsa ham ko'rib turib bemalol murojaat qilsangiz bo'laveradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Kimyo Biz Telegram va YouTube kanali sizning qulayligingiz uchun doimo harakatda, izlanishda.